Barchaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda Faf Tiger V'ning katta 7 tonnali shassisini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani uni ketdik. Xo'p, birinchi bo'lib gabarit razmerlaridan boshlaymiz. Shassimiz umumiy uzunligi 6 metr 90 sm bo'ladi. Ya'ni 2.30 ga, balandligi 2 metr 45 sm ni tashkil etadi. Xo'p, endi dvigatelga o'tamiz. Xo'p, ekologik klass Euro 2 standartlariga to'liq javob beradigan ushbu shassimiz yumshoq dvigatel hamda 130 soat kuchiga ega bo'ladi va dizel yoqilg'isida harakatlanadi. Yoqilg'i baki 100 litr hajmga ega va 100 km ga o'rtacha 16-17 litr yoqilg'i sarf qiladi. Va shu bilan birga dvigatelimiz apparatligidan kelib chiqsa, metan yoki propan gaz uskunasini bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Endi esa ichki kabina qismiga o'tdik. Hop. Konditsioner, pechka, magnitofonlari mavjud. Hop. Bu yoqda 4 tomonlama kamera nazorati o'rnatilgan, ya'ni oldi va orqa va ikkita bokovoy oynalarimizda kamera nablijeniyalari bor. Va ko'rib turganingizdek, LCD monitorlari bilan ham jihozlangan. Kimga ushbu shassimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, u hozir bizda ayni damda sotuvda mavjud, ko'rib turganingizdek va uning narxi bugungi kunda 380 million 800 ming so'mni tashkil etmoqda. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Sizlarni BBC Trax rasmiy dilerlik markazimizda kutib qolamiz. O'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar.